Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda YouTube'da bo'layotgan yolg'on xabarlar haqida gaplashib o'tamiz. Chunki juda ham ko'pchilik holatda yolg'on ma'lumotlar berilyapti. Yolg'on ma'lumotlarga ishonib, mana shu yangi boshlayotganlar yoki bo'lmasam YouTube'ga qiziqayotganlar juda ham aldanib qolyapti. Ko'pchilikning asl maqsadi nima? Kurs sotish bo'lib qolgan. O'sha shogird olib turib, uni natijaga chiqarish emas, kurs sotadi, o'shanaqasidan pul topadi. Bo'ldi. Bu misol uchun bitta eng birinchi narsa, YouTube'dan yaxshi pul topayotgan inson hech qachon kurs sotishga qiziqib o'tirmaydi. Mana shunga e'tibor beringlar. Misol uchun o'zi oyiga $10,000 topayapman desa, $10,000 topayotgan bo'lsa, misol uchun $10,000 topayotgan odamga kurs sotib, uni qilib o'tirish nima keragi bor? Misol uchun endi. Mana shu tomonlari endi to'g'ri, insofli, haqiqatan o'zini bilgan, ilmi yetarli, lekin insonlarga haqiqatan ilm o'rgatish maqsadida qilayotgan bo'lsa, bundan emas, bundan istisno. Lekin ko'pchilik emas, endi ayrimlar bor. Asosiy maqsadi nima? Pul topish. Yolg'ondan sizga ko'rsatadi. O'sha yolg'on xabarlar, pul ishlayotgan kanallarning yolg'onligini ko'rsatadi. Yolg'ondan ko'rsatadi, siz bilmaysiz. O'ziga yarasha fishkalari bor. O'shalarni keyin nima qiladi? Ha, deydi, mana men topyapman, deydi, shogird oladi. 20-30 ta odam unga aldanadi. Qarasa natija yo'q. O'sha yo'nalishda umuman natija yo'qligini o'zi ham biladi, boshidan biladi, natija qila olmasligini. Bir orasidan bir ikkitasi chiqib qolar degan maqsadda nima deydi? Shogirdlar oladi. Mana bu yaxshi emas. Yaxshi, ishonchli, stoyni yo'nalishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bularni tavsiya qiladigan bo'lsa, bularni o'rgatadigan bo'lsa, hech qanaqa gap so'z yo'q. Qunduz amakini ertaklari deb nomlashimdan maqsad shuki, xuddi ertaklarda bo'ladigan voqealarni aytishadi. Birinchisi, misol uchun boshlang va oyiga $3,000 toping deydi, misol uchun. Boshlagan odam hech qachon bu katta pul topa olmaydi. $3,000 ham oz pul emas. $300 desa ishonish mumkin. Mayli, $300 desa sal ishonsa bo'ladi. Lekin juda ham katta anullarni beradi, shtobi nima deydi? Ishonsin, ko'proq qiziqsin, kursimni sotib olsin deydi. Maqsadi kurs sotish. Buni ko'pchilik tan olmasdan, men asl maqsadim o'rgatish, bu deyishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, YouTube'dan normalniy pul topayotgan odamga bunaqa shogird olib, tayyorlab, ularni o'rgatib o'tirish zarurati yo'q. Demak, o'zi YouTube'dan yaxshi daromad qila olmayapti. Qila olmayotgandan keyin nima qiladi? Kurs sotishni reja qiladi. Shu orada 1-2 so'm pul ishlab olishni niyat qiladi. Lekin qancha odamni aldayotganligidan xabari yo'q. Buni ham o'zi bilib turadi, lekin nima deydi? O'zi bilib turgan holatda mana shu ishni qiladi. Endi bunday deydi, o'zim oyiga deydi 10,000 misol uchun yoki 15,000 topaman deydi. Topaman deb turib nima qiladi? Aldaydi 100%. Bunaqa topish uchun kamida $3,000-4,000 rasxodi bor. Buni chidash kerak. To'g'ri, shunaqa topayotgan bolalarni men shaxsan taniyman, lekin ular bunaqa kurs sotib boshqa qilib o'tirmaydi. Ularning unga vaqti ham yo'q, mana shu ishidan ortmaydi ham o'zi. Ertadan kechgacha mana shu ish bilan shug'ullanib o'tiradi. O'ziga yarasha 3-4 ta shogird tanishlari bor, yonida o'sha ish qiladigan odamlari bor. Video montajyorlari bor, ularga pul beradi, grafik dizaynerlar bor, pul beradi, lekin mana shunday qilib turib nima qilmaydi? Men falon so'm pul topdim, keyinlar menga shogird bo'linglar deb o'tirmaydi, chunki vaqt yo'q. Vaqt yo'q. Mana bu katta pullarni topishni o'zi ham oson emas. Shuni to'g'ri tushunish. O'ziga yarasha rasxodi bor. $3,000-4,000 kamida rasxod ketadi bunga. Mana shu narsalarga chidaydigan bo'lsangiz, buni qilsa, yana YouTube'dan juda ham idealniy ilm kerak bo'ladi. Juda ham idealniy ilm kerak bo'ladi. Mana shundan keyin kunlik taktikalar, kunlik rejalar bilan ishlanadi YouTube'da. Bo'ldi, yuklab, video yuklayapman, teglar yozyapman, nomlar yozyapman degan narsa umuman foydasi yo'q narsa. Eng zo'r nomdan qo'ysangiz ham foydasi yo'q. O'ziga yarasha nimasi bor? Videoni publishing timelari, juda ham strategiyalari ko'p. O'shalar bo'yicha ishlanadi. Keyin misol uchun o'zini yonida o'tirgan bir ikkita shogirdlari bo'ladigan bo'lsa,
boshqa birovlarning kanalidan nima qiladi? Bunday deymiz, yolg'on natijalar ko'rsatadi. Misol uchun 20 ming dollar topayotgan bitta kanalning analitikasini oladi internetdan-da. Mana shu meni kanalim deb turib, o'ziniki emas lekin. Mana shu kanalimdan deydi, mana bir oyda 20 ming dollar topdim deydi. Misol uchun. Bularning ham barchasi nima? Kunduz amakining ertaklariga misol bo'ladi. Katta youtuberlar bor, komanda bo'yicha ishlaydigan. Mana bular topishi mumkin bu pullarni. 20 ming, undan baland, undan ham zo'r topishi mumkin. Lekin bunga ham aytganimdek o'ziga yarasha nimasi bor, rasxodi bor. Bunday deydi. Yana bitta yolg'on narsalarni biri bir oyda natijaga chiqing. Mana bu 100% xato narsa. Bir oyda hech qachon natijaga chiqib bo'lmaydi. Kerak bo'lsa 5-6 oylab, 1 yillab kutishingiz mumkin. Yo'nalishga bog'liq, o'sha siz qilayotgan ishingizga bog'liq, noldan chiqadigan bo'lsangiz. Tezroq natijaga chiqishingiz mumkin bir oyda, lekin rasxodi bor. 300-400 dollar rasxod qilaman desangiz, qilsa bo'ladi. Unda ham o'ziga yarasha taktikalari bor. Sabshistva qildim bo'ldi ketdi emas. Sabshistva u pastani ulab qo'yadigan narsa emas. O'ziga ulaydigan vaqti bor. Ajratish kerak, yana ulash kerak. O'sha aytayotganimdek kunlik taktikalar bo'yicha nima qilinadi? Ishlanadi. Keyin telefonda katta pul ishlang. Mana bu ham mif. Eng yolg'on narsa. Telefonda men aytaman sizlarga, katta pul topib bo'lmaydi. Chunki siz telefonda birinchidan yaxshi qilib preview tayyorlay olmaysiz. Zo'r qilib montaj qila olmaysiz. Telefon baribir telefon. Telefonda professional darajada bo'lishi mumkin. Lekin telefonda bo'lib turib, idealniy natija qilayotgan insonni men ko'rmaganman shu paytgacha. 100% kompyuter kerak bo'ladi. Yaxshisidan kerak bo'ladi. Yaxshi natija qilaman desangiz, yaxshi ish qilaman desangiz, yaxshisidan kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa oddiy bir qo'lda qilinadigan yo'nalishlar bo'lsa ham, o'sha montajiga, boshqasi ovozlashtirish, boshqasiga 100% kompyuterda qilinsa zo'r chiqadi, idealni chiqadi. Telefonda katta pul topib bo'lmaydi. Telefonda katta pul topib, o'shani to'g'ri tushunish kerak. Endi keyin yana yolg'onlardan nima bor? Bunday deydi. Misol uchun mashinani maqtash. Tak, mana mashinani maqtash. Birinchi yolg'onda bir do'stining mashinasini yoniga boradi-da, mashinadan tushib kelib, xuddi mashinani reklama qilgandek qimmat mashinani nima qiladi? O'shandan tushib keladi-da, sizga gapiradi-da, mana deydi, shu mashina o'ziniki bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Aslida olib qarasangiz, o'zini tanishlari bilishi mumkin yo boshqalari bilishi mumkin. O'zida bir oddiy bitta nima, masalan uchun aytaylik, Nexia bo'lishi mumkin. Lekin u bir Jeepning yonidan tushib keladi, zo'r qimmat mashinaning yonidan. Jitour, Pitour o'sha yoki bo'lmasa Equinoxdan tushib kelishi mumkin. Mana shunday holatlarda aldaydi. Keyin yana bitta miflardan montajda locationda aldash. Locationda aldov deb qo'yaman mana. Tak, aldov. Ya'ni o'zi bormagan, misol uchun Dubayga bormagan, lekin Dubaydagi bitta videoni olib, o'zini yurib borayotganini oladi-da, orqasidan telefonda gapirib, mana men Dubayda yuribman, mazza qilib, sayohatda yuribman deydi-da, u montaj, ishonmanglar unga. U montajda qilingan. O'zi Dubayni borib ham ko'rmagan. Dubayning D harfini ham bilmaydi. O'shaning uchun montajdagi locationga ishonmang. Montajda misol uchun falon joyga men bordim, falon joyda yuribman deb turib, eng zo'r joylarda montaj qilishi mumkin. Tabiiy o'sha Shvetsariyalarda misol uchun-da. Bu ham yolg'on an'analar bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani men aytib qo'yay. O'zbeklarni aytayotganim yo'q. Misol uchun faqat o'zbeklarda shunaqa emas. Butun YouTube'ni o'rgatayotgan insonlarda shunaqa. Rossiyadan bo'lib turib ham nima qilish mumkin? Shunaqa aldashi mumkin. Kurs sotadi, hozir ko'pchilik rus tili, ingliz tili biladi, o'shalardan kurs sotib olish mumkin. Men bu yerda o'zbeklar deyotganim yo'q. Mana shuni to'g'ri tushuninglar. O'zbeklar emas, butun YouTube'ni o'rgatayotgan insonlar. Mana shularning orasidan filtr qilishni o'rganinglar. Mana shunaqa aldovlar bor. Endi natija deymanda, misol uchun maqsadi bularni kurs sotish. Endi biz nima qilishimiz kerak ekan? Filtr qilishni o'rganing deb qo'yaman. Filtr qilishni o'rganish kerak. Haqiqatdan aldamayaptimi? Misol uchun kurslariga kafolati bormi?
qancha vaqt sizni podeshka qila oladi? Asosiy maqsadi kurs sotish bo'lib turib, o'sha yolg'on ma'lumotlarni berayotgani yo'qmi? O'zi sezasiz baribir bu narsani. Yolg'onda ham falon joylarda yurib, yolg'onda ham qimmat mashinalarni tushib kelayotgani yoki pachkalab dollarlarni sizga yolg'ondan ko'rsatayotgani yo'qmi? Mana shu narsalarga e'tibor berib, haqiqatan o'sha insonni o'zi bilan kerak bo'lsa gaplashib, aka, mana shu narsalarga men sal shubhalan debman, to'g'risi. Haqiqatan mana shunga bir isbot uchun, ko'nglim to'ldirish uchun bitta aniq bering, misol tushuntirib bering, yo'l yo'nalish ko'rsating. Men to'g'risi mana shunday aldanib qolishni istamayman deb o'ziga vijdonan yozadigan bo'lsangiz, u ham baribir inson o'zi yozadi. Rus bo'lsin, o'zbek bo'lsin, boshqa millat vakili bo'lsin, o'sha yozadi kelaylicha. Mana shu gaplaridan ham, oldi qochdilardan ham o'zingiz bilib olasiz. Men faqat yo'nalish o'rgataman, misol uchun qolgani o'ziga bog'liq deydigan bo'lsa, misol uchun yoki bo'lmasa YouTube'da 100% ishlashsangiz, sabr qilsangiz zo'r bo'lib ketasiz, sabr qiling deb turib vaqtni cho'zadigan bo'lsa, albatta mana bular yaxshi ko'rsatkichlar emas, albatta aldov bo'layotganligini belgilaridan biri. Har bir inson, hammamiz insonmiz, baribir ozgina nafsga berilishimiz mumkin. Mana shunday holatlarda yolg'on gapirib qo'yishimiz, aldashimiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik aldanib, boshqa qilib mana shunday vaziyat bo'lyapti, kursni ko'rsam mana bu ahvol ekan, pulimni qaytarib olay desam pulimni bermayapti deb menga ko'pchilik yozdi. Buni boshidan o'zi nima qilish kerak edi? Boshlash kerak edi. Qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz ko'pchilikka, qo'ldan kelmasa o'sha uzrimizni aytyapmiz. Shuning uchun yigitlar, qizlar aldanib qolmasdan chiroyli qilib mana shu narsalarga e'tibor bergan holatda ishlashlaringizni tavsiya qilaman. YouTube'ni yaxshi chin dildan insonlar kurs sotib pul topish emas, haqiqatdan o'rgatay. 5-10 ta odam meni orqamdan pulli bo'lsin deb turganlarga, otasiga, ota-onasiga mingdan ming rahmat. Umri uzoq bo'lsin, topishiga baraka bersin, doimo mana shunday hurmatli, izzatli yurish nasib qilsin. Mana shunaqa insonlar ham bor. Bularga ming rahmat. Lekin aldayap, yani faqat kurs sotish maqsad qilayotganlarga nima deymiz endi? Ularga ham endi Xudo xolasa yaxshi inson bo'lishni Allohdan so'rab qolamiz. Boshqa niyatimiz yo'q. Demak, bugungi videomiz mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.